Demak, mavzuyimiz kasrlar. Birinchi oddiy kasrlar mavzusidan boshlaymiz. Oddiy kasrlarda nimaga aytiladi? A taqsim B ko'rinishidagi kasrga oddiy kasr deyiladi. A bu yerda surat, B maxraj. Mazmuni bu A ni B ga bo'lish degan. Masalan, 20 taqsim 4 bu 20 bo'lingan 4 ga, ya'ni 5 ga teng ekan. Demak, birinchi kasrning asosiy xossasidan boshlaymiz. Asosiy xossasi. Kasrning asosiy xossasi shundan iboratki, kasrning surat va maxrajini bir xil songa ko'paytirsak yoki bo'lsak, kasrning qiymati o'zgarmaydi. Albatta 0 dan farqli son bo'lishi kerak. Mana shu narsa kasrning asosiy xossasi. Demak, shundan foydalanib dastlab kasrni qisqartirish. Ya'ni mana shu kasrning asosiy xossasidan kelib chiqib, kasrni qisqartirishni o'rganamiz. Masalan, 10 taqsim 24 kasr. Uni qisqartirishimiz kerak. Ya'ni surat va bilan maxraji aynan bir xil songa bo'linishi kerak qisqartirishda. Demak, 10 bilan 24 qaysi songa bo'linadi? Ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. Demak, 10 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 5, 24 2 ga bo'lsak 12 mana. Demak, 10 taqsim 24 qisqargandan keyingi holat 5 taqsim 12 ga teng ekan. Masalan, 15 taqsim 25. 5 ga bo'linadi. 15 5 ga bo'lsak 3, 25 5 ga bo'lsak 5. 24 taqsim 36 masalan. 12 ga bo'linadi. 2, 3. Va mana shu narsa kasrni qisqartirish deyiladi. Navbatdagi narsamiz aralash sonni noto'g'ri kasrga o'tkazish. Aralash son, masalan 5,4 shuni noto'g'ri kasrga o'tkazishimiz kerak. Bu uchun 5 ni 4 ga ko'paytirib 1 ni qo'shamiz. 5 kara 4 20, 1 ni qo'shsak 21 taqsim 4. 8,3 dan 2. 8 kara 3 24, 2 ni qo'shsak 26 taqsim 3. Demak, bu aralash sonni noto'g'ri kasrga o'tkazish deyiladi. Noto'g'ri kasrni aralash songa o'tkazish qanday? Noto'g'rini aralashga o'tkazish. 20 taqsim 3 masalan. 20 ni 3 ga bo'lishimiz kerak. 20 ni ichida 3 6 ta bor va qoldiq 2 qoladi. Qoldiq yuqoriga yoziladi. 41 taqsim 10 masalan. 41 ichida 10 4 ta bor. Qoldiq 1, qoldiq suratga yozildi. Mana bu holat, demak, noto'g'ri kasrni aralash kasrga o'tkazish deyiladi. Keyingi o'rganishimiz kerak bo'ladigan narsa bu kasrlarni umumiy maxrajga keltirish. Umumiy maxrajga keltirish. Ya'ni bir xil ulushlarda ifodalashamiz deb yuritiladi. Masalan, 5 taqsim 12 va 7 taqsim 18 kasrlarni umumiy maxrajga olib kelishimiz kerak. Umumiy maxrajga olib kelish uchun mana bu maxrajlarga ekuk topishimiz kerak. Ya'ni eng kichik umumiy karrali. Ekuk mavzusida, ya'ni ekuk mavzularida o'tganmiz. Qanaqa topishni? 12 ni ajratsak 6 2 1. Demak, ekuk topamiz. 2 ni kvadrat va 2 dan 2 ni kvadrat olinadi. 3 va 3 kvadrat 3 kvadrat. 36 ga teng ekan. Demak, bularga eng kichik umumiy karrali 36 bo'ladigan bo'lsa, umumiy maxraj 36 bo'lar ekan. 36. Endi 36 bo'lishi uchun
36 bo'lishi uchun 12 ni qaysi songa ko'paytirishimiz kerak? 3 ga. 18 nechi? 2 ga. Shunda 3 kere 5 15, 7 kere 2 esa 14 ga kelar ekan. Shunday qilib kasrlarga umumiy maxraj beriladi. Navbatdagisi. Masalan 3 taqsim 5, 4 taqsim 15, 7 taqsim 10. Ushbu kasrlarni umumiy maxrajga keltirishimiz kerak. Demak, bu uchun ekuk 5, 15, 10. Bunu topadigan bo'lsak, bu 30 ga teng bo'ladi. Demak, ularga umumiy maxraj 30 ekan. 30 bo'lish uchun 5 ni 6 ga ko'paytirishimiz kerak, 15 ni 2 ga, 10 ni esa 3 ga. 6 kere 3 18, 4 kere 2 8, 7 kere 3 21. Mana umumiy maxrajga keldi. Masalan, yetti taqsim 36 va 5 taqsim 48 kasrlarini umumiy maxrajga olib kelishimiz kerak. Bu uchun ekuk 36 va 48. Bu 144 chiqadi. Demak, 144 bo'lishi uchun 36 ni qanday songa ko'paytiramiz? 4 ga, 48 ni esa 3 ga. Shunda 7 kere 4 28, 5 kere 3 15 ga kelar ekan. Shu narsa kasrlarni umumiy maxrajga keltirish degan. Navbatdagi narsamiz kasrlarni qo'shish va ayirish. Kasrlarni qo'shish va ayirishda, demak, maxrajga e'tibor berishimiz kerak. Agar maxrajlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, faqatgina suratlar qo'shib ayriladi. Maxrajlar har xil bo'ladigan bo'lsa, buni yuqoridagidek umumiy maxrajga olib kelishimiz kerak. Masalan, 5 taqsim 12 qo'shilgan 1 taqsim 12. Umumiy maxraj 12 ni o'zi faqat suratlar qo'shilib 6 taqsim 12. 6 ga qisqarsa 1 taqsim 2. Har xil maxrajli bo'ladigan bo'lsa, masalan, bu umumiy maxrajga keltiriladi. 12 bilan 18 umumiy maxraj bilamizki 36. 36 bo'lish uchun 12 ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak, 18 ni esa 2 ga. Shunda 3 kere 7 21, shu 2 kere 1 2. 23 taqsim 36 ga kelar ekan. Quyidagi hisoblashni amalga oshirishimiz kerak. Bunday holatda eng yaxshi yo'l bularni aralash sonlarni noto'g'ri kasrga o'tkazish. 5 kere 4 20, 1 ni qo'shsak 21 taqsim 4, bu 7 taqsim 3, bu esa 3 taqsim 2. Endi mana bu kasrlarga umumiy maxraj 12 bo'ladi. 12 bo'lish uchun buni 3 ga ko'paytiramiz, buni esa 4 ga, buni esa 6 ga. 3 kere 21 63 minus 28 plus 18. Javob esa 53 taqsim 12 ga teng. Kasrlarni ko'paytirish va bo'lish. A taqsim B kasrini C taqsim D ga ko'paytirmoqchi bo'lsak, faqat suratni suratga, maxrajni maxrajga ko'paytiramiz. Bu yerda hech qanaqa umumiy maxraj berilmaydi. Bo'lishda esa birinchi kasrning o'zi joyida qoladi, ko'paytiramiz ikkinchini teskarisiga. O'sha AD taqsim BC ga teng. Endi ko'paytirish va bo'lishga doir misollardan ko'rib chiqamiz. Masalan, 5 taqsim 12 ko'paytirilib 24 taqsim 30. Bu yerda suratni suratga, maxrajni maxrajga ko'paytirib qo'ysak ham bo'ladi, lekin kattaroq son chiqib ketadi. Shu yerni o'zida qisqartirish ishini amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni 5 bilan 30 bir vaqtning o'zida 5 ga bo'linadi. Shu sababli 5 ni 5 ga bo'lsak 1, 35 ga bo'lsak 6. 12 bilan 24 esa 12 ga bo'linadi. Bitta, bu yerda 2. Demak, 1 kere 2 2, 1 kere 6 6. Bu ham 2 ga qisqarsa 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi. 5,2 dan 1 ko'paygan masalan. Har ikkalasini ham noto'g'ri kasrga o'tkazishimiz kerak. Bu
11 taqsim 2, bu yana 10 taqsim 7. 10 bilan 2 qisqaradi. 2 ga bitta 5. 11 kere 5 55, 1 kere 7 7. Mana natija kelib chiqdi. Bo'lish ishlari ham yuqorida ko'rsatgan qoidamiz bo'yicha bajariladi. 4 taqsim 7 bo'lingan 12 taqsim 21. Masalan, birinchi kasr o'z joyida qoldi, ko'paytirib ikkinchini teskarisiga. 7 bilan 21 qisqardi, bitta 3. 4 bilan 12 qisqardi, bitta 3. 3 taqsim 3. Bu esa 1 ga teng bo'ladi natija. 5,3 dan 2 bo'lingan 1,2 dan 1. Bunday holatda noto'g'ri kasrga o'tkazamiz. 5 kere 3 15, 2 ni qo'shsak 17 taqsim 3. 3 taqsim 2. Ko'paytirdik teskarisiga. 17 kere 2 34, 3 kere 3 esa 9 ga teng. Natija shunday qoldi. Masalan, 2 bo'lingan 2,4 dan 3. Bunday holatda buni yana noto'g'ri kasrga o'tkazib olamiz. 2 kere 4 8, 3 ni qo'shsak 11 taqsim 4. Ikkini o'zini yozamiz, ko'paytiramiz buni teskarisiga. 2 kere 4 demak 8 taqsim 11. Faqat suratga ko'paytiriladi. Ya'ni tagiga 1 yozib oladigan bo'lsak, shunda suratga mahrajga ko'paytiriladi. 6-mavzumizdagi savollardan namunalarni ishlab ko'rsatamiz. Masalan, 1 dan 15 gacha bo'lgan savollar bu kasrlarni qisqartirish. Masalan, 4-savolga qaraydigan bo'lsak, 12 taqsim 30. Ya'ni 12 bilan 30 qaysi songa bo'linadi? 6 ga bo'linadi. Bir vaqtning o'zida 6 ga bo'lsak, 2, bu yerda mahrajda 5 qoladi. Masalan, 14-savolni ko'raylik. 924 taqsim 1001. 924 ham 1001 ham 7 ga bo'linadi. Demak, suratni, mahrajni ham 7 ga bo'ladigan bo'lsak, 132 suratda qoldi. Mahrajda esa 143. Bu sonlar 11 ga ham bo'linadi. Ya'ni 132 va 143. Bu 11 ga bo'ladigan bo'lsak 12, buni 11 ga bo'ladigan bo'lsak 13. Demak, natija 12 taqsim 13 ga teng. Keyingi savol aralash kasrni noto'g'ri kasr o'tkazish. Masalan, 19-savol. Demak, bu uchun 12 ni 7 ga ko'paytirib 4 ni qo'shish kerak. 12 ni 7 ga ko'paytirsak 84, 84 ga 4 ni qo'shsak 88 taqsim 7 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savol noto'g'ri kasrni aralash kasr ko'rinishga keltirish. Masalan, 55 taqsim 12. 55 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsak, 55 ni ichida 12 dan 4 ta bor 48 bo'ladigan bo'lsa, suratda 7 qoldiq qoladi. Masalan, 35 ko'rib chiqaylik. 1001 ni 101 ga bo'lish natijasida butun qismi 9 ga teng bo'ladi. Qoldiq topish uchun, demak, 1001 dan 9 ni ayirib tashlaymiz. Suratda 92 qoladi. Keyingi savol kasrlarni umumiy mahrajga keltiring. Masalan, 38. Bu uchun ekuk 35 14 ni topamiz. 35 bilan 14 ga ekuk 70 bo'ladi. Demak, umumiy mahraj 70 ekan. 70 bo'lish uchun 35 ni 2 ga ko'paytirish kerak, 14 ni esa 5 ga. Kere 12 24, 5 kere 5 25. Umumiy mahrajga keldi. Keyingi savol kasrlarni taqqoslash. Kasrlarni taqqoslashda, masalan, 47-savol. Unda ham umumiy mahrajga keltirish kerak. Demak, 8 bilan 4 ga umumiy mahraj 8. 8 bo'lish uchun bitta, bunga 2 ta. 5, 3 kere 2 6. Demak, ko'rinib turibdiki, 6 taqsim 8 5 taqsim 8 dan katta. Ya'ni A B dan kichik ekan. Demak, 51 dan 60 gacha bo'lgan mashqlar ham xuddi shunday umumiy mahraj berish yo'li bilan yechiladi. 51-savolda masalan umumiy mahraj bularga 12. 12 bo'lish uchun 4 ga 3 ga 1 ga ko'paytirish kerak. 4 kere 2 8, 9 7. Shunda eng kichkinasi ko'rinib turibdi, S bo'lyapti. Undan keyin A, undan keyin B bo'lyapti bizda. Navbatdagi misolimiz masalan 78-chi bo'lishni bajarishimiz kerak. Dastlab bularni noto'g'ri kasrga o'tkazib olamiz. Demak, 26 taqsim 11 bo'lingan 52 taqsim 45. Demak, bu 26 taqsim 11 joyda qoladi. Ikkinchisi teskarisiga ko'paytiriladi. 26 bilan 52 qisqaradi. 26 ga bitta, bu yerda 2 ta. Boshqa qisqarish yo'q. Javob 45 taqsim 22. Masalan, 92-savolimiz.
4dan ayiramiz. 2/6dan 1ni. Buni ham noto'g'ri kasrga o'tkazib olsak, bu 13 taqsim 6. 4ni tagiga 1 yozib olsak, umumiy maxraj 6. Bunga 6 ta beramiz. Demak, 24 dan ayirdik 13 ni. Javob 11 taqsim 6 ga teng. Yoki 1/6 dan 5. Navbatdagi misol. Masalan, 96-si. Bu yerda e'tibor berishimiz kerak. Asosiy kasr chizig'i qayerda turibdi? 4 bo'lingan 2 taqsim 7 degan. Ko'paytiramiz 4 ni teskarisiga, ikkinchi kasrimizni. 4 bilan 2 qisqaradi, bitta 2 ta, javob 2 kere 7 14 bo'ladi. 99-misolimiz. Bu yerda 3 taqsim 7 ni bo'lish kerak 8 ga, ya'ni 8 taqsim 1 ga. 3 taqsim 7 ni ko'paytiramiz 1 taqsim 8 ga. 3 kere 1 3, 7 kere 8 56 bo'ladi. 102-savol. Demak, dastlab bu yerda ishni suratdan boshlash kerak bo'ladi. Birinchi ish bu yerda 2 dan ayirishimiz kerak 1 taqsim 4 ni. Keyin chiqqan natijani 3 ga bo'lishimiz kerak. Keyin 4 ni qo'shishimiz kerak, yana chiqqan natijani 7 ga bo'lishimiz kerak va oxirida 2 ni qo'shishimiz kerak. Demak, birinchi ish 2 dan ayiramiz 1 taqsim 4. Bunga 4 ta bersak, demak 8 dan 1 ni ayirish kerak, 7 taqsim 4. Ikkinchi ish chiqqan natijani bo'lishimiz kerak 3 ga. Buni ko'paytiramiz teskarisiga. Ya'ni javob 7 taqsim 12 bo'ladi. Uchinchi ish. Demak, 4 ni qo'shamiz 7 taqsim 12 ga. Bunga 12 ta bersak, umumiy maxraj 48 ga 7 ni qo'shamiz 55 taqsim 12. To'rtinchi ish. 55 taqsim 12 ni bo'lishimiz kerak 7 ga. 55 taqsim 12 ni ko'paytiramiz 1 taqsim 7 ga. 55 taqsim 84. Va 5-chi ish chiqqan natijaga 2 ni qo'shamiz. Bu esa 2/84 dan 55 ga teng bo'ladi. Masalan, navbatdagi savolimiz 108. Dastlab bajarish tartibini, ya'ni ishning bajarilish tartibini belgilab olishimiz kerak. Demak, birinchi ish bu yerda qavs ichi, ikkinchi ish ko'paytirish, uchinchi ish bo'lish, to'rtinchi ish qo'shamiz va beshinchi ish yana qo'shamiz. Birinchi ishimiz 17 taqsim 4 ni bo'lamiz 17 taqsim 1 ga. Buni teskarisiga ko'paytirsak 1 taqsim 17. 17 bilan qisqarsa javob 1 taqsim 4. Ikkinchi ish 3 taqsim 2 ni ko'paytiramiz 1 taqsim 4 ga. Javob 3 taqsim 8. Uchinchi ish 3/4 dan 3. Buni noto'g'ri kasrga o'tkazsak 15 taqsim 4 bo'lingan 5 taqsim 6. Demak, 15 taqsim 4 ko'paytiramiz buni teskarisiga. 5 ga qisqarsa bitta 3 ta. 2 ga qisqarsa 2 ta 3 ta. 3 kere 3 9 taqsim 2. To'rtinchi ishimiz 10 taqsim 16. Buni 2 ga qisqartirib olsak bo'ladi. 5 taqsim 8 qo'shilgan 9 taqsim 2. Shu yerning o'zida 5-chi ishni ham bajarib ketamiz. Qo'shuv 3 taqsim 8. Umumiy maxraj 8. Bunga 4 ta berildi. 5 qo'shuv 36 qo'shuv 3. Natija. Demak, qo'shsak 41, 3 ni qo'shsak 44 taqsim 8. 4 ga qisqarsa 11 taqsim 2. Ya'ni bu 5,5 ga teng bo'ladi. Masalan, 120-savolni qaraymiz. Dastlab birinchi qavsni bajarib olish kerak. Demak, eng oson yo'li bu yerda quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. 52 dan 51 ayiramiz. Bu 1 ga teng bo'ladi va quyidagicha yozib olamiz. 1 taqsim 6 minus 1 taqsim 7. 5 dan 2 ni ayirsak 3 qo'shilgan 2 taqsim 3 ayrilgan 1 taqsim 2. Maxrajini ham xuddi shunday qilamiz. 102 dan 102 ni ayirsak 0 bizga kerak emas. 5 taqsim 6 ayrilgan 2 taqsim 11. 8 dan 7 ni ayiramiz 1. 1 dan ham 1 taqsim 12 ni ayirishimiz kerak. Shunda misolimiz ancha soddalashdi. Demak, birinchi qavsimizning natijasi bu 42 maxrajda bo'ladi. Suratda 43. Maxraj 6, maxraj 6 beradigan bo'lsak, surat 19. Maxraj bunda 66. 55 dan 12 ni ayiramiz suratda. Demak, 43. Buni surati 11, maxraj esa 12. Va quyidagicha qisqartirish ishini amalga oshiramiz. Mana 43lar qisqardi.
6 bilan 12 qisqardi. Bu yerda 2 ta bo'ldi. 11 bilan 66 bitta 6 ta bo'ldi. Demak, 19 taqsim 42 ko'paytirilgan 12. 42 bilan 12 6 ga qisqaradi. Bu yerda 2 ta, bu yerda 7 ta. Javob 38 taqsim 7. 5,7dan 3. Navbatdagi misolimiz 126-savol. Ushbu ifodaning qiymatini topish kerak. Har bir qavsni alohida bajarib chiqamiz. Umumiy maxraj berib, unga 2 ta bersak, 3 taqsim 2 ga keladi. Bunisi esa 4 taqsim 3. Uchinchi qavsimiz 5 taqsim 4 va hokazo. Oxirgisi 100 taqsim 99. 3 bilan 3 qisqardi, 4 bilan 4 qisqardi va hokazo. Mana shunday qisqarish davom etadi. Javob 100 taqsim 2. 50 ga teng bo'ladi. 133-savol masalan. Bu yerda ham xuddi shu ish bajariladi. Umumiy maxraj 9 bersak, birinchi qavsga 7 taqsim 9, ikkinchisi 8 taqsim 10, uchinchisi 9 taqsim 11 va hokazo 54 taqsim 56. E'tibor beradigan bo'lsak, suratimizda 7 dan 54 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi, maxrajda esa 9 dan 56 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. Shunda umumiy ko'paytuvchilar 9 dan 54 gacha bo'lgan sonlar qisqarib ketadi-da, suratda 7 ko'paygan 8, maxrajda esa 55 ko'paygan 56 qoladi. 7 kere 8 56, 56 bilan qisqarsa javob 1 taqsim 55 bo'ladi. Navbatdagi savolimiz 137. 3 taqsim 10 va 7 taqsim 20 sonlari orasida maxraji 100 ga teng bo'lgan nechta kasr mavjud? Demak, bu ikkala kasrni ham maxrajini 100 ga olib kelishimiz kerak biz. 100. 100 bo'lish uchun buni 10 ga ko'paytirish kerak surat maxrajini, 100 bo'lish uchun buni 5 ga. 3 kere 10 30, 7 kere 5 35. Demak, ushbu oraliqda qanday kasrlar bor ekan? 31 taqsim 100, 32 taqsim 100, 33 taqsim 100 va 34 taqsim 100. Shunda 4 ta ekan. 141-savol. Qandaydir n natural sonni mana shu sonlarga ko'paytirganda natijada butun son hosil bo'ladigan eng kichik natural sonni toping. Qandaydir n natural sonni 3 taqsim 8 ga ko'paytirganda, 5 taqsim 9 ga ko'paytirganda va 5 taqsim 12 ga ko'paytirganda natija butun son hosil bo'lishi kerak ekan. Demak, bunday holatda n ning eng kichik qiymatini topish uchun ekuk 8, 9, 12 ni topar ekanmiz. Demak, javob 72 ga teng bo'ladi. Masalan, 143-savol. 10 taqsim 7 ni mana shu ko'rinishda yoziladigan bo'lsa, ushbu ifodani qiymatini topish kerak. 10 taqsim 7 ni quyidagicha yozib olamiz. 1 plus 3 taqsim 7 deb. Va 3 taqsim 7 ni ham 1 taqsim 7 taqsim 3 deb maydalab olamiz. Ya'ni quyidagi nisbat ko'rinishga keltiramiz. 7 taqsim 3 ni esa 2 plus 1 taqsim 3 deb olamiz. Ko'rinib turibdiki, bu yerda A 1 ga teng bo'lyapti, B 2 ga teng bo'lyapti, C esa 3 ga teng bo'lyapti. Ushbu ifodaning qiymatini topish uchun o'rniga keltirib qo'ysak, 100 plus B ni o'rniga 2 ni qo'ysak 20, C ni o'rniga 3, javob 123 ga teng bo'ladi.